alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda Kenguru trombovka apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolar bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Hamda video oxirida apparatlarimizni ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Bo'lmasa boshladik. Klassik brendidan trombovka apparatlarimiz sakrab trombovka qilishga mo'ljallangan 18 kilonewtonlik variantlarda bo'ladi. 1 tonna 800 trombovka qiladi. Bir marta sakrab urganda apparatlarimiz benzinga hamda to'kka ishlaydigan variantlardan do'konimizda mavjud. Kimga qanaqasidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Undan tashqari do'konimizda vibraplashatkalik trombovka apparatlarimizdan ham mavjud. Kimga qaysi variant qulay bo'ladigan bo'lsa, xohlaganlaringizni tanlab olib ketishlaring mumkin. Apparatlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, Kenguru trombovka apparatimizning narxi $420 dan, benzinligi to'kligiga keladigan bo'lsak, $340 hamda vibraplashatkalik trombovka apparatimizning narxi $230 dan qilib berilyapti. Arzon narxlarda xarid qilish uchun kanalimizga pastga bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Kenguru trombovka apparatlarimiz gazlegirovkalari, o'zini benzin qo'yadigan boklari hamma joylari o'rnatib qo'yilgan, hamma joylari nastroykalari qilingan. Apparatlarimizni ko'pchilik akalarimiz turba qoqishga olishyapti. Turba qoqqanda bemalol tagidagi tovoqlarni yechib qo'yib, bemalol qoqsalaring bo'laveradi. Undan tashqari zaskalaringni, betonlarni quyadigan joylarni tagini trombovka qilib foydalanishyapti. Apparatlarimizni o'zini yoq qo'yadigan reduktorlariga joylari bo'ladi. Zapchastlarga keladigan bo'lsak, zapchastlarini o'zimiz qo'yib beramiz. 6 oydan garantiyalari bo'ladi. Apparatlarimizni ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Apparatlarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar.